Assalomu alaykum. Qadrli chorvadorlar, sizlarga bugun Toshpo'lat ota firmasi albatta sigirlarni qanday oziqlantirish, katta bir Golstein firmasida qanday bir oziqlantirish, qanday mahsulotlardan foydalanyapti, qancha silos berilyapti, bunda bizga Jasur akam tanishtirib o'tadi. Bizda oziq ratsionimizda mollarga berishimizda xo'sh, siloslarimiz 26 kilogacha silos yeydi. Bir boshimiz 26 kilogacha silos yeydi. Xo'sh, 2 kilodan 3 kilogacha atrofida somon yeydi, somon. Keyin 6 kilogacha beda pichani qo'shiladi. Beda pichani. Yemlarimizga keladigan bo'lsak, asobiy umumiy hamma hisobda bitta bo'layotgan hisobda xo'sh 13 kilo 700 atrofida yem qo'shiladi. Ha, boshqa yemlar. Kunjara beradi, kimdir bug'doy, kunjara bor, hamma yo'q bor. Shunday. Mana bu yerda e'tibor beryapman aka. Oddiy turda, ya'ni kichkina zagon, ya'ni yaylov. Xo'sh, shunday qilib aytganda, maydon. Buni sababi masalan kimdir ko'pchilik bog'lab ham boqadi-da sigirni. Bu ham qandaydir bir o'ziga bir organizmga ta'sir qiladi-yu. Shunday. Mollar xohlagan o'ziga ma'qul joyga borib yotadi. O'ziga ma'qul joyda. Borib quruq joyda tanlaydi, borib yotadi, xohlagan joy, xohlagan mahal kelib yemini yeydi. Ya'ni meni tushuncham bo'yicha, bilishimda qon aylanishi yaxshilanadi. Qon aylanishi yaxshilanadi. Qon, sut qon aylanishidan kelib chiqadigan jarayon. Qancha ko'p harakat bo'lsa, shuncha ishlab chiqaradi. Sut ham ta'sir qiladi. Shunday. Va mana bu yerda e'tibor bersangiz, tagiga naves qilingan, naves tagida ko'rinib turibdi, qamish, loy bosilgan. Shunday. Ya'ni salqin. Yozda men informatsiyam bilishim bo'yicha 6% gacha norma hisoblanadi. Bizda ya'ni yoz issiq bo'ladi, juda yozda 6% gacha sut tashlaydi. Va bunda mana hozir ozuqalarga qishin yozin katta mahsuldorli sigirlarda tuyoq chirishlari. Ko'pchilik aytadi, tuyoq chirish 100% olamiz, unday bu. Yo'q, tuyoq chirishini oldi olinadi. Oldi olinadi xolos. Lekin bu ochiq oyda aytish kerak. Bu Golstein, ya'ni qora olalarda, ya'ni semental sut jarayoni katta mahsuldor beradigan hayvonlarda tuyoq chirishi bu tabiiy hol. Tabiiy hol. Tabiiy hol. Buni ko'pchilik butun Yevropa, butun dunyo hozir hal qilgani yo'q 100%. Shunday. Buni to'g'ri tushunish kerak. Chunki sizga bu 30, 40, 50, 60 litr sut ishlab chiqaryapti, borini beryapti bu. Shunday. Sizga qanday nima desam bo'ladi? Hamma mikroelementlarini sarf qilyapti. Shunday. Hamma jonini berib sut ishlab chiqaryapti sizga. Qanday nimada? Bunda biz shuning uchun buni to'ldirish maqsadida vitabazani tavsiya qilamiz. Vitabazadan 200 grammi 100 kilo yemga. Ko'pchilik aytayapti, vitamin tabiiy holatda, og'ayni, tabiiy holatda siz yaylovga haydaysiz. Yaylovda tabiiy o'tlardan, o'sha tabiiy dorivor o'simliklardan yeyish kerak. Uni siz qayerdan topib berasizki? Hozir bizning sharoitida qurg'oqchilik ketyapti bir. Shunday. Yaylovlar qisqarib ketdi. Siz endi ko'chada haydab boqa olmaysiz, uni tabiiy holatda. Biz buni nima qilayotganda premix holatga olib kelgan. To'g'ri, u narsani o'sha mikroelementlarni ukol bilan ham bersangiz bo'ladi. Faqat ukol bilan berayotganda har bitta moliga har kuni bera olmaysiz-ku uni. Ushlaysiz, stress bo'ladi, yana sut kamayadi. Bu oziqa qo'shimchamizda esa doimiy ravishda sutni kun davomida har kuni bor. Molni ushla, qiyna, ukol qil, u narsalar yo'q. Albatta. Обязательно ovqatidan har kungiligini qabul qilib turadi bunda. Mana yana bir sizlarga bir ma'lumot. Ya'ni mollarda hazm jarayoni somon bilan. Ko'pchilik hayron qoladiki, somon bermayman deydi. Somon bu qanday bir salatdek narsa. Siz osh yeysiz, salat yeysiz. Kletchatka. Ya'ni ruschada kletchatka, o'zbekchada qobiq deyiladi. Ya'ni sizga hazm qilib beradi. Bo'lmasa donli mahsulotlar ko'proq silos mahsulotlarda donlar axlati bilan ko'p kuzatgan bo'lsangiz chiqib ketadi. Bunda vitabaza sizlarga hazm jarayonini yaxshilaydi, me'yorlashtirib beradi. Albatta, tarkibidagi protein imkon qadar shu rubes, ya'ni qat qorinida ushlab ozuqani yaxshi hazm qilish jarayonini ta'minlab beradi. Albatta, ma'lumotlarimiz foydali bo'lyapti degan umiddaman. Jasur aka, mana siz ko'pdan beri mana chorva sohasida ishlab kelyapsiz ekan. Yana bir savoldan, mana ko'pchilik aytadi, bizda kunjarani zo'r bersa, faqat kunjarani, sho'rxani zo'r bersa, hayvon zo'r yashaydi. Bo'ldi, shu yog'li bo'lsa, hali ovqatni ham yog'li yeymiz, biz shuni zo'r yashaydi. Siz tavsiyangiz qanday? Faqat kunjara, faqat sho'rxa yeydigan holatlarda organizm faqat zo'riqadi.
Ayniqsa sut mahsuldorligi. Sut mahsulotlariga. Keyin kunjaralarni ko'p beramiz deyapti. Ularda oyoq chirishlari, oyoq nekrozlari ularda ko'p uchraydi. Bilishim bo'yicha yana jigar faoliyati kunjarada, paxta kunjarada jigar faoliyati yog' bosadi. Ko'proq jigar faoliyati charchaydi. Organizmga qon sintezi sekinlashib, jigar yog' bosadi, gepatitlar kelib chiqadi. Buni umuman olib tashlang yo atming qo'ring degan maqsadda emas. Kamaytiring. Buni kamaytirib me'yori, har bitta molni o'zini me'yori bor. Albatta, hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Jasur akam bilan hali ko'p sizlarga foydali ma'lumotlar beramiz. Jasur aka, siz obunachilarimizga. Hurmatli obunachilarimiz, qandaydir yana tug'iladigan savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Va albatta, u kommentariyalarni keyinchalik to'plab biz u savollarga video qilishda harakatini qilamiz. Albatta bizni kuzatib boring. Toshbolta ota jonivorlaringiz minnatdor bo'ladilar.